Salom dahshat armiyasi bugunning o'zida 3-video. Hozir kech bo'lsa ham ko'rayotganlarga respekt. UFC 314 dan keyin Volk va Paddy Pimblett intervyu berdi. Hayratlanarli jihati bu intervyu juda ham qiziqarli chiqdi va shu sababdan biz buni to'liq sifatli qilib o'zbekchaga tarjima qildik. Bundan oldingi ikkita video bor. Birinchi video Dana White intervyusi, uni ham ko'ring. Ikkinchi videoda bo'lsa janglarni tahlil qilganmiz va oxirgi payt nega kam video chiqqanini tushuntirib berganman. Albatta dahshat armiyasi biz bu yerdamiz. Sifatli dublajlar va hamma narsa. Bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ring. Intervyular juda ham qiziqarli chiqqan va ko'p savollaringizga javobni olasiz. UberX hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Page albatta ko'p odamlar bu jangda g'olib bo'lishinga ishonishgandi. Lekin ochig'i ko'pchilik buni bu darajada ishonchli bo'ladi deb kutishmagandi. Albatta sen o'zing uchun eng katta tanqidchisan. Lekin to'g'risini ayt, bu jangim bilan faxrlanasan-ku, to'g'rimi? Albatta mujik, rejamiz zo'r ishladi. Zalda nima ishlagan bo'lsak, kletkada hammasi joyida bo'ldi. Nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, hammasini qildik va bu ajoyib edi. Men o'z chiqishimdan juda ham mamnunman. O'sha tizdan tekizganingda, uni terisi yorilgan paytda ichingdan bu tamom degan narsa o'tdimi? Chunki har qanday jangchi bunaqa urushdan chiqa olmaydi, ya'ni bundan keyin davom ettira olmaydi. Ha mujik, men qon hidini sezdim. Shunday killer instinkt yoqildi. Va men nima qildim? Avvaliga shunchaki o'qdek yopishdim, urdim. Lekin bu jangdan oldin biz eshik sonasida gaplashgandik. Jarohatlangan hayvon eng xavfli bo'ladi, bilasanmi? Chandlerni oldin ham bunday ahvolga solishgan. Lekin u har doim qaytib kelib, birdaniga kontra zarba berardi. Shuning uchun o'ylab qoldim. Yaxshi, uni yerga o'tkazaman, u yerda tugataman. Boshlanishda submission olishga urindim. Lekin Charles ham u bilan 5 raund jang qilgan va finish qila olmagan. Nega? Chunki u ham submission bilan yetmoqchi bo'lgan. Men esa uni ground and pound bilan yo'q qilishim kerakligini bilardim. Lekin birinchi raundda o'ng qo'li bilan senga qattiq. Qanday qilib bu seni yiqita olmadi? Albatta, senga o'xshagan odamda bunga javob bor-ku. Ha, liverpulliklar nokaut ketmaydilar. O'zing ham bilasan-ku. Lekin mujik, menimcha, bu lahzada urilgan calf kick undan ko'proq zarar yetkazdi. Nega deganda o'sha zahotiyoq javob qaytara olmadi. Biz buni oldindan ham bilardik. Ha, meni uradi, bu jang. Ertami, kechmi, albatta zarba yetib keladi menga. Lekin men har doim bilaman, meni jag'imga hech kim urib, meni nokaut qila olmaydi. Hech qachon. Odamlar kulaversin, lekin hech kim meni nokaut qila olmaydi. Va bugun san deyarli ikkinchi janging ham bo'lishi mumkin edi. Biz ko'rdikki, sahna ortida Colby Covington bilan to'qnashding. Ha, janob aktual emas, aktual bo'lishga urinmoqda. U ahmoq shunchaki kamera borligini ko'rib, gaplashmoqchi bo'ldi. Menga kelib, sen faqat zaiflarga qarshi ursasan dedi. Ya'ni Chandlerning rekordi 2-4 deb. Lekin o'zichi o'zi ham so'nggi 6 ta jangida 2-4 emasmi? Shuning uchun faqatgina loh mujik. U 40 ga kirib qolganlar qachon? U shunchaki kamera yaqin bo'lganda ovoz chiqaradigan odam. Ammo men uni bundan ko'rganman. Yonimdan o'tib ketdi. Men unga tik qaradim. U yerga qarab o'tdi. Pussy boy, g'alati bola. Kamera yo'q joyda u juda ham jim. Kamera yoqilganda gapirishni boshladi. Lekin biz uni joyiga qo'ydik. Biz uni yerga tushirdik. U gap boshladi, lekin biz uni yeb tashladik. Dana bu yerda sandan oldin bo'ldi. Unga aytgandiki, agar Paddy yana bitta jangda g'olib bo'lsa, u kamarga da'vogar bo'ladimi deb. Va u bizga u Chandler kabi yulduzning deb, u allaqachon da'vogar deb aytdi. Sen oldin ham aytganing, Oliveira bilan Abu Dabida jang qilmoqchiman deb. Hali ham rejang shundaymi? Yana bir jang va keyin kamarmi? Umid qilamanki, ha, bu men xohlagan narsa. Men doim aytib kelganman, men chempion bo'lmoqchiman. Va bunday sobiq chempionni mag'lub qilish bu juda ham katta narsa men uchun. Charles Oliveira 2 marta kamarni himoya qilgan odam. Odamlar UFC'da eng kuchli submissionlar unda deb aytishadi. Lekin bilasizmi nima? Mening submissionlarim unikidan ham kuchli va men buni isbotlamoqchiman. Va Paddy, agar yaqin vaqt ichida kamar uchun jangga chiqadigan bo'lsang, ko'z oldingga kim keladi? Bu Islom Maxachevmi? Men bilmayman mujik. Bilasanmi, men eshitdimki, ya'ni Islom 1-2 marta kamarni himoya qilib ketmoqchi ekan. Yoki aytaylik, Madalena Bilalni mag'lub qilsa, ko'tarilishi mumkin degan gaplar bor. Shu bois men aniq bilmayman. Sen doim eng yaxshilar bilan jang qilish uchun mashq qilasan. Hozircha men Maxachevni yengish uchun tayyorlanmoqdaman. Lekin katta ehtimol bilan o'sha paytda chempion bo'lib qolmaydi. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Kimning ismi kontraktga yozilsa, men o'sha bilan jang qilaman. UFC kimni yuborsa, mana o'sha meni keyingi raqibim. Men hech qachon jangdan qochmaganman. Sen divizionda barchalik ismlariga o'zing kim ekanligini ko'rsatding. Lekin odamlar ko'proq seni Ida Tapurya bilan jangingni ko'rmoqchi. Chunki sizning tarixingiz bor. Bu jangchi seni yaqin rejangda yo'q deb tuyulmoqda. Shundaymi? Bu haqda nima deysan? Ochiqni aytsam, men uni butunlay unutib yuborganman. Agar eslaganimda, oktagonda ham tilga olgan bo'lardim ismini.
Endi men uni antiseptik demayman. Enduel Chorizo. Lekin rostdan ham men uni unutib qo'yibman. Shunchaki u aktual emas. Bilasizmi, men yengil vaznda undan yuqoriroq o'rindaman. Albatta, kel shu yerda yengil vaznda jang qilamiz. Lekin u shunchaki kamarga jang berishlarini kutmoqda. Men bo'lsam, hozirgina Chandler bilan nima qilganimni ko'rdingiz. Bu g'alabaning formulasi. Tapuri undan ham pastroq va kichkina. Men Chandler bilan nima qilgan bo'lsam, Ilya bilan ham aynan shu ishni qilaman. Aytgancha, hatto McGregor ham Chandlerga pul tikkandi. O'zimizning irlandiyalik bo'lishiga qaramay, menga emas, unga pul qo'ygan. Liverpulliklar va irlandiyaliklar do'st bo'lishi kerak edi-ku. Lekin u menga emas, unga ishonch bildirdi. Xohlasa, uni o'zi ham navbatga turaversin. One of them, innit? Thank you. Hey, yeah. Alex juda ham zo'r jang bo'ldi. Hamma biladiki, sen uzoq transferlarni yoqtirmaysan. Har doim faol bo'lishni xohlaysan. Bugun yana oktagonga chiqib yana shunday jang qilding. Qanchalik o'zingdan mamnunsan? Ha, ochig'i, hali bu narsani to'liq anglab ulgurmadim. Jangni qayta ko'rishni sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Hozirgina faqat telefonda ko'rdim. Fight of the Night bonusini berganini eshitdim. Albatta ko'pchilik qoyil qolgan, lekin men har doim o'zimga tanqidiy qarayman. Ya'ni har doim bundan ko'proq qila olaman deb o'ylardim. Lekin hozircha hamma qoniqqanday. Qayta ko'rib chiqsam, balki chinakam zavqni sezarman. Lekin haqiqatga qarasak, qaytib kelib va bunday jang qilish bu yaxshi. Lekin hali o'zim to'liq tushunmayapman bu holatni. Sen bu jangni ko'proq qila olardim deb aytding, lekin sen uni ko'p marta og'ir zarbalar bilan urding. Zo'r jang qilding. Men ham buni bilaman, mujik. Qo'llarim hali ham og'rimoqda. Demak, u yaxshi tekizgan shekilli. Sen zarbalaringni qabul qilganini ajablantirdimi? Hatto birinchi raundda ground and pound qo'shdim. Ya'ni bu zarbalardan tugataman deb o'ylaganim. Lekin yaxshi himoyalandi. Takedownlarda ham yaxshi chiqdi. Lekin men bilardimki, asosiy narsam intizom. Chunki xatoga yo'l qo'ysam, u meni jazolaydi. Lekin men intizom bilan ishladim. U o'tkazib yubordi. Men urdim. Jeblar, og'ir zarbalar bilan ustunlikni o'z qo'limda ushlab turdim. Volk, sen bu sportda juda ham ko'p narsaga erishgansan. Ko'plab afsonalarni yenggansan va hozir yana ikkinchi marta chempion bo'lding, mutlaq chempionsan. O'zing aytganing, bu senga eng katta yutuq bo'ladi. Hali bu narsani to'liq tushunmading, bilaman. Lekin shu daqiqada yana chempion ekanligini his qilish, bu narsa qanday tuyulmoqda? Bu juda ham g'alati hissiyot. Sen xohlaysan, lekin baribir tushuntirib bera olmaysan. Lekin men buni o'z oilam bilan, jamoam bilan bo'lishaman. Keyin bilasanmi, bu hissiyot yana boshqacha uradi. Lekin bilasizmi, men qaytdim, qildim va bu hali boshlanishi. Bu juda ham zo'r, lekin bir qiziq narsa ham bo'ldi. Jang oldidan o'z-o'zimga juda ham ko'p aytgandim. Bilasanmi, oldin zaldagi matlarda yurganimda o'zimga va'da berganman. Oldin ham aytgandim. Bu kamarni hech kim meni oilamdan tortib olmaydi degandim. Men chempion bo'lgan paytlarimda shunaqa dedim. Bugun ham shunga o'xshash narsa aytdim. Qizlarimga va'da bergandim. Lekin keyin birdan to'xtab qoldim va o'yladim. Bu faqat kamar haqida emas-ku. Va butun ovoz bilan aytdimki, gap kamarda emas, gap bu qulashdan ko'tarilish. 2 mag'lubiyat, og'ir mag'lubiyatlar. Ko'pchilik meni butunlay hisobdan chiqarib tashladi. Xuddi tamom bo'lgandek. Men 36 yoshdaman, lekin menga bu jangning muhimi qizlarimga, oilamga hali ham shu yerda ekanligimni ko'rsatish. Agar sen yuraging bardoshli bo'lsa, sen bu narsani qaytib olasan. Men butun hafta davomida aytdim. Sizlar haqli ravishda meni hisobdan chiqarib tashlagan bo'lishingiz mumkin. 2 mag'lubiyat, yosh emasman, yosh kuchli yigitga qarshi. Lekin men bu narsani isbotlay oladigan odamman. Umid qilamanki, men bu narsaga erishdim. Va men uchun bu kamarni qaytarishdan ham katta narsa. Bugun kartda yana boshqa yarim yengil vaznlar ham jangi bo'ldi. Yay Rodriguez katta g'alaba, Jan Silva karyerasidagi eng kuchli chiqishlardan birini qildi. Bu narsani ko'rishga ulgurdingmi? Va agar bo'lsa, ular haqida nima deysan? Albatta. Men har doim jang oldi, qizib olish paytida janglarni ko'rishga harakat qilaman. Yay zo'r ko'rindi. Men ilgari ham aytganman. Kimdir $1 million jang haqida gapirgan edi. Lekin men o'shanda o'ylab qolgandim. Oldingda juda ham jiddiy raqib turibdi. Yaxshi jang qilsang, shundagina sen bu narsaga loyiq bo'lasan. Yerni o'zi ham chempionlik jangini xohlashini aytdi. Juda ham yaxshi yigit, menga yoqadi. UFC unga kamar uchun jang bermoqchi bo'lsa, men qarshi bo'lmayman. To'g'risini aytsam, bu jangni oldin agar u yaxshi jang ko'rsatsa ham unga jang berishmaydi deb o'ylaganim men titul jang. Lekin o'zi bu haqda gapirdi. Va men yo'q deydigan odam emasman. UFC qaror qiladi, lekin albatta maqsad ham bor. Mag'lub bo'lmagan yigit. Men haqiqatan ham o'sha nolni olib tashlamoqchiman.
Lekin u boshqa janglarni qilmoqchi. Men shunday eshitdim. Bu to'g'rimi? Gap so'zlarga qaraganda u Piko bilan jang qilmoqchi. Ha, men ham bu narsani ko'rdim. May oyida kimdir bilan jang qilmoqchiman deb yozgan. Ehtimol UFC bilan gaplashgandir. Balki ular undan yana bitta g'alaba kutishmoqda. Bilmayman. Men bu jarayonni to'liq bilmayman, lekin ko'ramiz nima bo'ladi. To'g'risini aytsam, men tez orada qaytaman deb aytmoqchi edim. Lekin balki boshqa ishlarni ham qilishim kerak bo'ladi. Yair aytdiki, sen sentyabrda Meksikaga borishga qarshi bo'lmasang kerak deb. Bu senga qiziq bo'larmidi? Bilsam, agar o'zim yaxshi his qilsam, men hatto oldinroq ham jang qilishni istayman. Sentyabr, balki bu ikkinchi jangim bo'lishi ham mumkin. Ideal holatda iyulda birinchi jang. Sentyabrda Yair bilan. Masalan, Mafsar bilan iyulda, agar UFCga qiziq bo'lsa. Va agar qo'llarim sog'lom bo'lsa. Ko'ramiz. Meni rejam bam, ketma-ket janglar, lekin bu jangda kutilmaganda juda ham ko'p zarba o'tkazib bordim. Shuning uchun La'nati Diegoga hurmat, raqib zo'r edi. Tarjima yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Video tarqalishi uchun bitta dahshat like bosing. Rasmotr uchun hammaga rahmat dahshat armiyasi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,